Sizni aniq xursand qiladigan yangiligim bor do'stlar. Videoga like bosing, mana shunday ajoyib futbolchi kontentlardan qolib ketmasligi uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying, demak men boshladim. Filippe Meloning aytishicha, Neymar kelasi yilning yanvaridan boshlab Inter Miami'da o'ynash ehtimoli juda ham yuqori ekan. Keling bir xayol suramiz do'stlar. Filippe Meloga umuman ishonmayman. O'zi u kim, u qayerdan gapiryapti deyishingiz mumkin, to'g'ri. Lekin bir tasavvur qilib ko'raylik. Tekinku do'stlar. Filippe Melo ham aynan Braziliya milliy terma jamoasiga, Neymarga, MLSga, Inter Miami'ga juda ham yaqin bo'lgan manba hisoblanadi. Axir bu Neymar, Suarez va Messi faoliyatining so'nggi davri. Agar bu transfer amalga oshadigan bo'lsa, bu juda chiroyli yakun bo'lardi, to'g'rimi? Bu futbolning o'ziga xos she'riy yakuni bo'lardi desak ham bo'laveradi. Biz sport muxlislari bu MC'ni, afsonaviy MC'ni triosini yana bir bor ko'rishga haqiqatan ham loyiqmiz. Yana bir narsani aniq jur'at bilan ayta olamanki, agar Neymar MLSga borib MC'ni triosi yana tiklanadigan bo'lsa, u juda ham baxtli bo'lardi. Sababi aynan PSJdan keyin uning faoliyatida juda ham keskin pasayishni biz ko'rgandik. Tasavvur qiling, Neymar, Messi, Suarez yana birga pas berib, kombinatsiyalar qilib gol urishyapti. Men hayotimda ko'rgan eng buyuk uchliklardan biri. Bizda Neymar Barselonada qolganida nima bo'lardi degan savol bilan bog'liq o'sha tugallanmagan his hali ham mavjud. Buni bilaman. Endi tasavvur qiling, Neymar, Messi, Suarez faoliyatini yana bir bor yakunlashsa, iltimos Beckham va Inter Miami hayotimda yana bir marta Neymar va Messi Suarezni birga ko'rish imkonini menga ber. Ular hozir ancha qarib qolgan, oldingidek bo'lmaydi deyishingiz tabiiy, buni bilaman. Lekin ular faoliyatining so'nggi qismida yana bir bor bizga mana shunday MC'ni triosini qaytadan shakllantirib bersa, buning nimasi yomon do'stlar? Biz buni shunchaki tasavvur qilaylik va bunga ishonaylik. Neymarning Inter Miami'ga transfer tafsilotlari, umuman olganda bu yozda bo'lib o'tayotgan transfer yangiliklaridan qolib ketishni istamasangiz, hozirroq profilim opisiyaniyasida link ustiga bosib, Telegram kanalimga qo'shilish so'rovini yuboring. Men uni darrov qabul qilaman va transfer yangiliklaridan siz Telegram kanalimda o'qib borasiz.